Toy qilmasa xil-xiyalarga opirib aylantirib keldingiz. Toyni qiplab uydan taloq chiqmaydigan qilyapsizku meni. Tugullardan abi size vaqt aylantirib kelarmi? 20 yaşımdan tartib ete uygun deb o'ngish holda 60 yoshga kirgizib oldingiz meni. Mayrek, opirma. Ya bu sizni opamay kimni opirma deyman? Sizdan boshqa nimam bor meningki? Opa, toza opa. Tug'ib cho'nqagan onangni opamay. Tanışıp 2 kun bo'lgan naynaqlar va ilipa deb qo'yib, kishining seyliqini kesib qo'ysa, oshlarni toza opasan. Unda emas apa, men dadamni doğurdum. Ancha-muncha ilvog'icha uya berak opirib, o'ynatib, aylantirib qo'yamiz. Ilvog'imdan keyin menmi men solab boqaman apa. Barakallah balam. Aşlar olsun men doğraptı. Biz chidagan bilan hozir yoshlar hargiz chidamaydi. Degan nima bo'lmasa opirsa meni. Nagim baramiz bu sokakta? Nagim apramız kin tansini? Uydan bilek ne olsmaydi? Ya seni bugün apamay kutlanmaydı okşaymaz. Bana yürü. Ahir uydan chiqdik ha? Oui, men kelsam darvozni quluplab bir chiroyli yasib namangdinglasizlar? Aram bir uydan chiqdik, oynab mangdik. Ajab yaxshi naqli ulgurib ketdim-da. Billa oynab kelaychi sizlar bilan. Jiringa o'zimni qiziganki billa oynab kelmiz. Nega opirdik desem, meşek ekadosma, bir yerning ko'gdak nimasi var? Uydan başka yavrusu meyli degan tan mana itizliklar var. Meşet oynasan boldu-ku. Doğulup ösken yerimiz. 40 yillar yağmini aka ayırmış oldu mu? Sap hava, tenge dava dep şunda çıraylık güzel yerler ekeldim. Cügret verip oynasan boldu-ku. Darya boyuğa opamısınız, akşamlık etidiğen poluğa gürüsama itbirme. Peki ne bana? Apan Derya'yı apamay keşti kuruk sevzi yap otamaydı değil mi? Golca şehri içinde turup mu bir yerler kelmegi ne zaman he? Ey apa bu Derya'yı neymiş kılsız ya çömleşni okumuşsunuz siz? Çömleşini ügensen buldu o? 60 yaş kirganda 3 nevrang bilan cho'mlashni o'rgansang, sen manda bo'ladi apa. Bulmaz. Evet, oyuncular aka oynaydı. Oynaydı dada. Peki oyun çıkışsa güçlü pul alar taylar. Qay zamonlarda da bu hozir bir tal o'yinchi 30-40 ga o'ynab chiqsa tiqi. Hey Nazok, qishlarda oshmaydi yani. Yazlarda kelib o'ynamandiq. He, qishda oshmaydi ekan-da. Oyoqlarni berib o'ynab boqaydi. Bol vaqtimiz yana bir ish qilamiz deb meshagim sanmatdi qay yo'lbaz. Ajab ustab ketdimi? Men bek ustab ketdim, qo'sqanmi ichib ketdim meni. Ustab ketdingmi? Mana ustab ketgan bo'lsam. Qo'chonlar evadasi bu chinni. O da emas. Bormi bor. Hujun dada, o termoslardan tatib bilakaginizni qarang. Nelarni topgansiz? Daryoga ekilib sug'amay ekadigan odam ekansiz juma. Ha qizim siz qo'shilmashdi deganda quvvatlatdingiz ras. Bu apangizning qaynoq chassa, men nonni yeb turing. Voy dada, Allohdan bir sidqi chiqqan ekan bir bozorlarga bir payzak narsa yeylik. Apa sizning uchun nimagingiz bor? O'xshiga bir to'xo pachaq, to'xo kebab yegim bor. Voy ömürde bir munchiq ichib boqmagan to'xoning pachiqini yemanglar apa. Voy sen nima pakiz, sen nima jiq yuyindigan, shunda payz o'xshaydigan to'xo pachaq sotadigan bir yo'q. Juringlar, ashak bormiz. He, yana chiqim bo'ldi-da. Yana chiqgan bo'ldi-da bular meni. Yo'lbaz qani? Dadamchu. Turma yo'lbaz. Yo'lbaz, qo'saq to'qmi? Yanchiq boshmi? Gap bo'lsa enak qilingchimi? Hey, yaqay. Nafsim yetishmay sirti birdan turib kirdim. Nafsini yetishmatamdi ya dada, yanchiqlik falan yetishmamdi. Voy dadam o'yincho'lab qisqa emas. Hozirchu bizga jiq birman burtibirdi. Ha dada. Ya bu biz pulni elib berdi. Mening qo'sqam to'q, men yemayman. Qaysinglar yesanglar pulni ashla to'lsin. Oxiri chiqqan bo'ldinglar-da. Ustam. Voy. Bizga pachaqdan birini. 4 odam bir pachaq yemsizlar? Tanishib statxo'mi do'stim? Nima Nazok? Shunda qilmandigan. Yo, nima degan qisqa odam bu? Ochiqdan yemsizlar, zirtanmi? Nazok ochiqsiz jam qilibdi. Ochiqni burtaychimi? Ha, ustam ochiqdan bo'lsin. Ha, bo'ldi. Vaqt.
Ha, mana sizning bir parcha xamboringlar keldi. Aldılar ben kele ya. Bunu pek mezlik pişiripsiz, bununla kalan kabirinlerini katmagansız. Bu paçaklarımız tibobatning o'simlik dorilalari bilan tanlantirilgan paçaklar. Xotirjam bo'lsangiz bo'ldi. Voy, teshidilam tambaqcha o paychaqniki. Ha, yo'q bolam. Bunun təmi içi götəp pişibdi. Bu paçaqlarning tam shunchalik fayzi ham ipiga chiqim shunchalik aplik. Qara. Bir necha minut saqlamdik, birdanmi chiqdi ya? Bunchalar pochaqlardan kelish manbasi nima bo'lib ketdi? Bu to'xolar Go'chun asra yemaklik zavodimizda ta'minlanib keladi. To'xolarniki taki so'yilib, mushu sizning ig'izinglarga chiqish bo'lgan butun jarayon bizning asra shirkatimizningki nazoratchiligida bo'ladi. Shunga xotirjam iste'mol qilsanglar bo'ldi. Undan bo'ldi ki, İlipe sen birkaç yigitchi mesha kelib, nar eginib, egilik tikilsan bo'ldi ki. Bo'ldi, saqam sen o'rgansang bo'ldi. Sallam emasmi bizdek o'tir yoshlar, bo'lmasmi akamizdek mana cho'nglar o'rgansin bo'ldi bu hunarni. Voy, men de o'ynab yurgandek pulimmisan? Ha, saqam sen undan xotirjam bo'l. Bizning hunarlar butunlay haqsiz. Voy, bu men bir yerda 1-2 yil o'ynab yurganima degini? Bizning bu yerga hunar o'rganim deb kelganlarga 15 kunda hunar o'rgatishga kafolatlik qilamiz. 15 kun? To'g'ri. Ya aka 15 kun bo'lsa yomon ish chiqqo. Men ama necha iglik tiklaymiz deb yurgan bir og'illarim botdi. Mening o'rnini deb bersang, mishay kelib sendan o'rgansin. Bizning do'konni o'rinchi saqam. O'lshar To'noch ko'chaning ichida 4 ko'chadan kirib 150 metr mansa 10 qo'l tarafda asra to'g'otlari deb viveskimiz bor. Shinjonning har qaysi yerlaridan shogird qabul qildik-a? Dodoros pulni bergansiz a? İlipachu? Ha, kızım elimde pul yok. İlipe şöyle hüner öğrenmen dep kaldık o. Aşağıya söylemem de.